Bugungi avzorimizda faqatgina o'g'il bolalar uchun emas, ham qizlar, ham o'g'il bolalar teng bilim olishlari mumkin. Psixologik testga aynan harbiylarimiz tomonidan tayyorlab berish. O'quv mashg'ulotlari 50 daqiqani tashkil qiladi. Shu kechalari oyimsiz uxlash paytlari bu yoqqa ketishimdan oldin ham karatega qatnashganman. Qiyinchilik bo'lmagan. Qizlarga ozgina qiyin deyishim. Ularga nima degan bo'lardik? Boshda ozgina qiynalasiz, keyin moslashish yaxshi. Maktab kundan menga yoqdi. Kelgan paytim ham yoqqan. O'zim xohlab kelganman. Assalomu alaykum. Bugungi Pro Maktab sonining yangi obzorida Temuriylar izdoshlari harbiy maktabi va bizda bugungi obzor qilishimizda esa maktab direktori hamrohlik qiladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Maktab haqida birinchi navbatda qachon ochilgani va qanchadan beri faoliyat yuritayotgani va asosiy yo'nalishlari haqida aytib o'tsangiz. Bizning Temuriylar izdoshi nodavlat ta'lim tashkilotimiz 2015-yildan buyon faoliyat olib bormoqda. Mana shu vaqt mobaynida minglab yoshlarni, minglab yigitlarni, o'g'il qizlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda, ularni chuqur bilimlar olishida, psixologik, jismoniy tayyorgarlikni oshirishda juda ham katta xizmatlar qilib kelmoqda. Maktabimizda mana shu davr mobaynida 2015-yildan buyon faoliyat yurg'izayotgan bo'lsa, Samarqand shahrida, Jizzax shahrida, Toshkentda va Chirchiq shaharlarida o'z faoliyatini olib bormoqda. Maktabimizda o'quvchi yoshlar ta'lim bilan birgalikda psixologik, jismoniy tayyorgarliklarni ham mustahkamlashadi. Bundan tashqari, maktabda ona tili, matematika, ingliz tili, tarix, huquq, rus tili fanlari chuqurlashtirib o'rgatiladi. Mana shu fanlar bo'yicha o'quvchilarning bilimlari yana ham mustahkamroq qolishi uchun xizmat qilinadi. Shuningdek, maktabimizda o'quvchilar 4 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanib, shu bilan birgalikda yotoqxona bilan ham ta'minlangan. Bu o'quvchi yoshlarni yana ham o'sha fanlarni chuqur o'zlashtirishida, bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazishida yoki bo'lmasa olaylik, o'sha bo'sh vaqtlarni behuda narsalarga sarflamasliklarida xizmat qiladi. Hozir ikkinchi qavatga chiqdik va o'quv mashg'ulotlarini ko'rish uchun qaysi darsga kiramiz? Marhamat. Harbiy maktab, harbiy bo'lishiga qaramasdan faqatgina o'g'il bolalar uchun emas, ham qizlar, ham o'g'il bolalar teng bilim olishlari mumkin. San'at, madaniyat sohalari bo'yicha olib borilgan tashkilotlar hisoblanadi. BMT biz bilamizki 1992-yil O'zbekiston Respublikasi 1992-2-marta BMT xalqaro tashkilotiga a'zo bo'lgan edi. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'anich Karimov BMTning 48-sessiyasida Afg'oniston muammosi va xalqaro terrorizmga qarshi kurashga butun hamjamiyatni qaratilgan edi. Ya'ni BMTda o'zining nutqlari davomida Afg'oniston muammosi faqatgina O'zbekistonning emas, yoki O'rta Osiyoning emas, butun dunyoning muammosi ekanligi va butun dunyo bo'yicha tinchlikni o'rnatilishimiz kerakligi haqida nutq so'zlagan edi. Temuriy izdoshlari harbiy maktabimiz o'zi tashkil etilganiga 10 yil bo'ldi, lekin Toshkent filialimiz, ya'ni Temuriy izdoshlari Toshkent filiallarimiz tashkil etilganiga uncha ko'p vaqt bo'lmasdan o'zining natijalari bilan qolgan filiallarimizdan ajralib turadi. Xususan o'tgan yilimizda 9-sinf bitiruvchilarimiz 80% o'quvchilarimizni harbiy litseylarga o'qishga kirgizdi. Bu albatta katta natija hisoblanadi va bu yil birinchi qaldirg'ochlarimiz 11-sinf o'quvchilarimiz bitirib chiqadi. Ularni ham oliy harbiy ta'lim muassasalariga yo'llantirib bormoqdamiz va 10-sinf o'quvchilarimizda yaqin 50%imiz hozirgi kunda milliy sertifikatni qo'lga kiritib o'qishlarini davom ettirishmoqda. Hozir darsda 5-6 daqiqa bo'lsa, hozir ham davomini eshitgim keldi, to'g'risini aytsam, juda ham qiziq narsa haqida gapirib o'tirdilar. Hozir boshlang'ich sinf o'quvchilarining dars jarayonlarini birgalikda ko'ramiz va 4-sinf xonasiga kiramiz. Formalari nimasiga qarab farq qiladi? O'quvchilarimizni formalari qora rangli Milliy gvardiya tizimida, bu forma esa mudofaa tizimidagi formalar. Buni o'quvchilarning o'zini xohishiga qarab, o'zlarining qiziqishlariga qarab o'zlari tanlashadi. Demak, maktab qaysidir tizimga asosan Albatta. Lekin ularning darslari bir xil bo'lgan vaqtda birga o'tishadi. Albatta.
tushunadi va ahamiyat berishimiz mumkin. Boshlang'ich sinflarning onalari ancha kreativ va ancha bolalarcha yondashadigan multik qahramonlari va rang-barangligi ham ularni qiziqtirishini yana oshiradi. Usullarga ham ahamiyat bersak, ularning yoshlariga va bo'ylariga moslangan har bir va ranglarda ham. Men hozirda 9-sinfda o'qiyman va bu maktabda 2 yildan buyon o'qib kelyapman. Men kuni kecha bo'lgan Ichki ishlar vazirligi Harbiy akademik litseyini psixologik imtihonida faxrli o'rinni egallab keldim. O'quvchilarimiz uchun dam olish zonasi va yotoqxonalarimiz joylashgan. Bu yotoqxonalar faqat o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan. Albatta. Bu yerda esa o'zlariga o'zlari xizmat ko'rsatish, ya'ni bilamizki soch juda ham tez o'sadi va bular o'zlari mustaqil mana shu narsalari bilan birgalikda olisharkan. Har qanchada olasizlar sochinglarni? 2 haftada bir. Har 2 haftada bir. O'zingiznikini o'zingizmi yoki kimdirlar yordam beradimi? Yordam beradi. Yotoqxonalar sinfma-sinf qilingan, ya'ni 8-sinflar uchun alohida, 9-sinflar uchun Albatta. alohida. Yotoqxonalarimiz har bitta sinf kesimida o'quvchilar uchun alohida qilingan. Bu hozir nechinchi sinfning? 8-sinf yotoqxonasi. 8-sinf yotoqxonasi bolalar uchun har bittasi uchun alohida shkaf, qulflanadigan shkaf va o'zlari uchun raqamlangan albatta va o'zlari uchun polkalar ajratilgan. Haftada bir marta bularni o'rin ko'rpalarini yuvib, tozalab berish uchun xodimimiz ajratilgan. Bu bizning 6-sinf uchun ajratilgan yotoqxona. Sinflarimiz uchun ajratilgan yotoqxona. Va maktab tomonidan har bitta o'quvchiga mana shunaqa sumka ajratiladi. Albatta. Tanishlar uchun va ahamiyat berish kerak bo'lgan jihati bu har bitta xonada ovoz yozadigan va kadr yozadigan kameralar borligi. Bu esa o'quvchilarni 24 ga 7 nazoratda ekanligini aniqlaydi. Moslash boshida kelgan paytim moslash qiyin bo'lgan, endi begona odam bilan. Keyin yaxshi hozir. Meni o'zi boshdan telefonim bo'lmagan, menga qiyinchilik tug'dirmagan telefon. 11 yildan keyin Ichki ishlar akademiyasiga topshirmoqchiman. Maktabni shu o'quvchilari, ustozlari, o'zini rejimi, shular yoqadi. Pitaniyalari. Men kelganimga 1 oycha bo'lib qoldi, 1 oydan endi oshdi. Moslash yaxshi, maktab kunlaridan menga yoqdi. Kelgan paytim ham yoqqan, o'zim xohlab kelganman. Afruzaxon, bizning maktabimiz Milliy gvardiya, Mudofaa vazirligi va Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda olib boriladigan maktab. O'quvchilarning harbiy tayyorgarliklarini yaxshilash maqsadida ularni zamonaviy qurollar bilan, zamonaviy texnikalar bilan tanishtirish maqsadida o'quv mashg'ulotlari ham olib boriladi. Demak, ularni aynan qurollar bilan tanishtiruv jarayoni ham albatta olib boriladi. Albatta, qiziq jarayon. Maktabga kelganimga 3 oy bo'ldi. Yo'q, qiyin bo'lgan boshida, keyin o'rganib ketganman. Shu kechalari oyimsiz uxlash paytlari, bu yoqqa kelishimdan oldin ham karatega qatnashganman. Qiyinchilik bo'lmaydi. Ko'proq ustozlar bizga mehr berishadi. Bu maktab yoqadi. Maktab qalay, yoqadimi? Assalomu alaykum, albatta yoqadi. Masalan, nimasi yoqadi? Maktab harbiy, sportlari hamda fanlari ham juda ham qiziqarli o'tiladi. Qaysi fan yoqadi ko'proq? Menga ko'proq ingliz tili hamda tarix va matematika fanlari yoqadi. Bo'sh vaqtimizda shu kitob o'qish, darslar bilan shug'ullanamiz. Qiyin emasmi mashg'ulotlar? Yo'q. Qiyin emas, charchab qolmaysizmi? Yo'q. Telefon sizlarga mumkinmi, mumkin emas? Xatga qo'yib kelgansizlar telefonlarni. Telefonlarni kirishimizda o'zi naratxonamiz bor. Naratxonamiz kattaga topshiramiz. kecha kiymadinglar-da, kecha xonim edi. Bugunchi? Bugun перевтор ikkalamiz bittasi grechkami, nima bu? Grechka bilan anaqa ekan, jarkob ekan. Hozir oshxonadamiz. Bir paytni o'zida nechtagacha o'quvchi ovqatlanadi? Bir paytni o'zida 70 nafar o'quvchi ovqatlanadi. Bunda 1-sinfdan 7-sinfgacha o'quvchilarimiz alohida,
sakkizinchi, to'qqizinchi, 10-chi, 11-chi sinflarimiz alohida kirib ovqatlanishadi. Qizlarimiz uchun ham alohida stul tashkil Bu qilingan. qizlar alohida o'tirishadi. Qizlar alohida o'tirishadi. Va idishlarga ham ahamiyat berish kerak. Idishlar ham aynan o'sha harbiy xizmatdagi vibe'ni beradi. Albatta. Albatta. Maktabda 2 yildan beri o'qiyman. Yo'lda sharoitlari yaxshi. Ustozlar mehr beradi. Matematika, mental shunaqa musobaqalardan birinchi o'rin olib kelganman. Samarqandga, keyin yana Qozog'istonga boraman. Shu shug'ullanishimiz, o'qitlar yoqadi, darslar yoqadi. Men bu maktabga kelganimga 3 yil bo'ladi. Bu yerda darsdan keyin trenirovkalar bo'ladi. Men judo sport bo'yicha musobaqalarga chiqib kelganman. Oliy o'rinlarni olib kelganman. Ovqatlari yoqadi. Maktabimni an'anasi yo'q, strogiyligi yoqadi. Yaxshi tarbiya berishadi. Bu maktabga tengdoshlarim kelishini tavsiya qilaman. Bu maktab rosa zo'r maktab. Mani kelajakdagi orzuyim Ichki ishlar akademiyasiga topshirish. O'quvchilarimizni shunaqa yuqori kayfiyatda musiqa bilan tushlikka yubordik va biz suhbatni davom ettiramiz. Hozir maktabni qabul bo'limi rahbari bilan gaplashamiz. Aynan maktabga kirish talablari qanday va necha yoshda qabul qilinadi va maktabni bitirgandan keyin ularni o'quv ta'limoti qanaqa davom etadi, shu bo'yicha gapirib o'tadilar. Bizda qabul jarayonlari 2 xil bo'ladi. O'quvchilar bilan yakka tartibdagi psixologik suhbat orqali va test jarayoniga qabul qilinadi. Bu tartibda o'quvchini kelajakdagi ta'lim yo'nalishini erkin tanlash imkoniyatini o'quvchiga berish bilan bir qatorda maktab uchun qo'shimcha qanaqa o'quvchini ta'limiga egaligini oldindan tashxis qilish uchun ham yaxshi imkoniyat bo'ladi. 2 xil ta'lim yo'nalishimiz bor. Bu o'sha oliy harbiy o'quv yurtlariga, ichki ishlar oliy ta'lim muassasalariga tayyorlab berish. O'quvchi odatda 7-sinfdan keyin bu yo'nalish bo'yicha erkin tanlanadi. Odatda o'quvchilarning ta'limidagi bilimiga qarab, qiziqishlariga qarab, o'sha ertangi kundagi natijasiga qarab o'qishidagi yo'nalishiga qarab tanlab beriladi. Bu bosqich bizda 2 xil ta'lim yo'nalishi bor deb aytsa ham bemalol bo'ladi. Xo'p, ular 11-sinfni tugatganlaridan keyin o'quv dargohlariga qabul qilinishi aynan qaysi tartibda? Bizda 2 xil bitiruvchilarimiz bor, 9-sinf va 11-sinf. Asosan 9-sinf bitiruvchilarimizni akademik litseylari bor, Temurbeklar maktablari, Davlat xavfsizlik akademik litseylari, eng ko'p o'quvchi qabul qilinadi bizda ichki ishlar akademik litseylari. Hozir oxirgi yillar eng yaxshi natija beradigan ichki ishlar akademik litseylari, Davlat xavfsizlik akademik litseylari va Milliy gvardiya bo'yicha ham. Bundan tashqari o'quvchilarimiz 10-11-sinf tugatgandan keyin 11-sinf tugatganlik haqida shahodatnomadan keyin maktabda o'zida milliy sertifikatlarga tayyorlab beriladi. Bu o'sha asosiy fanlar bo'yicha mukammal o'zimiz ishlangan rejamiz asosida o'quvchilar anaqa oliy ta'lim muassasalarida o'quvchiga qo'shimcha ustama beradigan, misol uchun milliy sertifikatlar bo'yicha tayyorlanish. Bu ham maktabda ichki imkoniyati bo'lsa, ota-onaga qo'shimcha imkoniyat. Bu nima degani? Kechgacha darsda bo'lishi, o'quvchini halol sifatli ovqatlanishi bilan maktabda o'zida ta'minlanishi. Qolaversa, hozir eng katta muammo ijtimoiy tarmoq, ko'cha hayoti, o'quvchini bo'sh vaqtini to'g'ri taqsimlanishi. Bizning maktabda dars soatlari, kunlik ovqatlanish misoli ratsionlari vaqti belgilangan. Qolaversa, darsdan keyingi sport mashg'ulotlari ham bor. Bu o'sha o'qish jarayoni bilan birgalikda bolani jismoniy imkoniyatini yaxshilash, psixologik jihatdan oliy ta'lim muassasalariga ko'pincha oliy harbiy o'quv yurtlariga kirish imkoniyatida psixologik jihatdan qiynaladi o'quvchilar. Biza mana 6-7-sinfdan boshlab o'quvchilarni aynan harbiy ta'lim muassasalarini psixologik testlarga tayyorlab boramiz. Bitta ota-onamiz aynan o'quvchini testga olib borganlar farzandlarini. Psixologik testdan o'tib keldi, xursand bo'ldim. Boshqa mana oddiy o'rta ta'limdir yoki boshqa xususiy maktablardan, ko'zga ko'ringan maktablardan kelgan o'quvchilardan yaxshi natija oldi. Sizda o'qiganligi uchun o'zi deyarli ko'p vaqt o'qimadi shu o'quvchi bizda, lekin 9-sinf bitiruvchi. Demoqchi bo'lganim, psixologik testga aynan harbiylarimiz tomonidan tayyorlab berish.
ertalab bizga 6da podiyum beriladi. Soat Yugurish majburiy. yuguramiz, majburiy chiqamiz, mashqlar qilamiz. Hop, qarang. Ko'pchilik aytishi mumkin, bu soha o'zim ham bunaqangi qattiq rejim qizlarga ozgina qiyin deyishim. Ularga nima degan bo'lardingiz? Qiyin emas. Qiyin emas. O'rganib ketasiz. Boshida ozgina qiynalasiz, keyin. Hamma Har xil anaqa Yo, o'g'il yo. bola sifat bo'lib keladi dedi, bunaqa emas. Yo'q. Bunaqa emas. Sport mashg'ulotlari bo'lsa, o'g'il bola sot bo'lamiz endi. Endi muomalada qiz bola. Uylarga borasizlar, uylarga borib kelganinglarda qanaqa ta'sir qiladi? Yana oilaviy muhitdan yana bu rejimga qaytishadigan qiyin bo'ladimi yoki Yo'q, yaxshi. O maktab sog'inamiz. Ozgincha uydagi nabarat uyga borsa, uydan ko'ra maktab yaxshiroq deb maktabga tez kelib olamiz. nimaga? Bizga maktab xuddi yoqadi-da, yaxshi. Yaxshi Bu muomalashadi. yerdagi muomalalari yaxshi. Bu yerda masalan biz mazza qilamiz, o'zimni tengdoshlarim, o'rtoqlarim, o'zimning katta opalarim bor, o'shalar bilan gaplashamiz, o'tiramiz, birga qo'shilib narsalar tayyorlaymiz, narsa zakaz qilamiz. Endi bo'lajak bojxona xodimi siz? Prezidentskiy охрана. Aha, siz Bojxona. bojxona. San ko'rib turgan qizlarga o'zini himoya qilish uchun, shunaqa qat'iyatli bo'lish uchun nima degan bo'lardingiz? Sport bilan shug'ullansin. Shu maktabga kelishsin. O'quvchini keladigan bo'lsa, ota-ona keladigan bo'lsa, bittasi nazoratda qoladi, ikkinchisi ichkariga xabar berishga kiradi. Bu tartiblangani, ya'ni bo'lib chiqqansizlar bitta. Albatta, albatta. Nechanchi sinfdan qo'yish mumkin? 7-sinfdan boshlab. 7-sinfdan boshlab Ya'ni maktabni aynan qabul Mana ularni endi naryad qanday qilamiz? bo'lar ekan, ya'ni ikkitadan o'quvchi maktabni 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar o'zlari nazoratiga qolishar ekan. Bular nechanchi sinf o'quvchilari? bular 11-sinf o'quvchilari. Kirib chiqqanlar Har bitta maktabdan chiqib ketayotgan, har bitta maktabga kirib kelayotgan fuqaro bo'ladimi, ota-ona bo'ladimi yoki xodim bo'ladimi yoki bo'lmasa uyga ruxsat berilgan o'quvchi bo'ladimi, bu alohida ro'yxatdan o'tkaziladi va maktabga kirgan va chiqqan vaqtda qayd qilib boriladi. Afrosahib maktabimizda o'quv mashg'ulotlari 50 daqiqani tashkil qiladi. Bu 50 daqiqa mobaynida o'quvchilarimiz ham nazariy, ham amaliy bilimlarga ega bo'lishadi. Shuningdek, maktabimizda faoliyat yurgizayotgan o'qituvchilarimizni ishga qabul qilish jarayonida ularni milliy, xalqaro sertifikatlari va malaka toifalariga ham juda katta ahamiyat beramiz. Aynan mana shu maktabni o'zida necha nafar o'quvchi tahsil olishadi? Maktabimizda 230 nafar bolamiz, o'quvchilarimiz bugungi kunda ta'lim, tarbiya, psixologik, jismoniy va harbiy tayyorgarlik bo'yicha o'zlarini bilimlarini oshirishmoqda. Tushunarli. O'z umuman olganda maktab bilan hozir tanishdik va juda ko'pchilik bizni ko'rayotgan ota-onalar uchun qiziq bo'lgan qismi, bu maktab o'zi pullimi yo Xususiy sherikchilik asosida ochilgan maktab bo'lib, aynan xususiy maktablar toifasiga kiradi va bunda o'zini o'zi moliyalashtirish tizimi amalga oshiriladi. Bu ota-onalar tomonidan amalga oshirilganligi sababli maktabda o'sha o'quv jarayonlari, o'quv mashg'ulotlari, sport mashg'ulotlari, 4 mahal ovqatlanish va yotoqxona uchun o'quvchilar uchun 4 million qilib belgilangan. Lekin qabul jarayonimizda aholini ijtimoiy qatlami, ota-onalarning ta'minlanganlik darajasi yoki bo'lmasa oilalarning to'liq yoki to'liq emasligi inobatga olinadi. Va bunda bizning maktabimizda 18 nafar imtiyozga ega bo'lgan o'quvchilar ham ta'lim olishadi. Tushunarli. Va bu 1-sinfdan 11-sinfgacha bir xil narx, hech qanday o'zgarishlarsiz. Albatta. Tushunarli. Aynan o'quvchilar juma kuni ketib, yakshanba kuni kelishadimi, qanday tartibda ularni uyga borib kelish? O'quvchilarimiz ota-onaning xohishiga ko'ra maktabga qabul qilingandan keyin ko'nikma jarayoni o'zi aslida 2 haftani tashkil qiladi. 2 haftadan keyin yaqin hududdagilar har hafta juma kuni darslardan keyin soat 5 dan keyin, uzoq hududdagilar esa ota-onaning xohishiga qarab oyda bir marta, 2 haftada bir marta yoki bo'lmasa 3 haftada bir marta uylariga borishlari mumkin. Tushunarli. Va oxirgi savolimiz esa telefon. Bu yerda qanaqa tartibda olib qolinadimi yoki uylariga tashlab kelishadimi yoki kechki payt beriladimi? Qanaqa tartibda bo'ladi? Hozirgi kunda mobil telefonlarga
yoshlarni mukkasidan ketishi, ularni o'sha ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanib qolishi, ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni to'g'ri qabul qilish jarayonlarini to'g'irlash maqsadida ulardan maktab hududiga kirgandan keyin telefonlari olinadi, yig'ib olinadi. Dam olish kunlarida esa o'sha shanba, bozor kunlari uydagilar bilan muloqot qilish uchun tashqi dunyodan butunlay uzib qo'ysangiz ham bo'lmaydi. Mana shu axborot asrida yashayotganligimiz tufayli ularga o'sha to'g'ri ta'lim bergan holda, to'g'ri ma'lumot bergan holda, to'g'ri tushuncha bergan holda shanba bozor kunlari 2 soatdan telefonlari qo'llariga beriladi. Agarda ota-onalar qabul jarayoniga qiziqish bildirsa, qachondan, qanday tartibda kimga murojaat qilishlari mumkin? Aynan mana shu maktab uchun. Bilasizki, umumta'lim maktablarda 25-maydan boshlab o'quvchilarga ta'til beriladi. Bizda esa qabul jarayonlari 1-iyundan boshlanadi va yangi o'quv yili uchun o'quvchilarni qabul qilish jarayonlari davom etadi. Va ular qanaqadir saytdan ro'yxatdan o'tishlari kerakmi yoki telefon orqali bog'lanishlari kerakmi? Bizni ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram tarmoqlarida va Facebook tarmoqlarida o'zimizni yurg'izilgan saytlarimiz bor. Mana shuni bemalol Temuriylar izdoshi NTM deb ko'rishsa bemalol bizani topishadi. Xohlagan joydan bizni topishingiz mumkin. Buning uchun nima deymiz? O'sha o'quvchini har tomonlama mukammal bilim olishi uchun bugungi kundagi eng asosiy bo'layotganimizdek global muammolardan bittasi bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarni to'g'ri tushunishi uchun yoki masalan o'quvchini bo'sh vaqtini to'g'ri taqsimlashi uchun bo'sh vaqtida o'quvchilarni nojo'ya bir qanaqadir bir guruhlarga, qanaqadir bir odatlarga aralashib qolmasligi yoki masalan kirib ketmasliklari uchun aynan bizni maktabimizda tanlashlarini, biz bilan hamkorlik qilishlarini va o'quvchilar bilan, bolalar bilan birgalikda kelib maktabimizga yaratilgan sharoitlarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, tanishib ko'rishlarini maslahat beraman. Tushunarli. Albatta, farzandingiz uchun haqiqatdan ham bilim jihatidan, ham jismoniy tayyorgarlik va psixologik aytib o'tganlaridek ideal tanlov bo'lishi mumkin. Albatta. Rahmat. Rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat.